Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga sarmoya ravishda Dogecoin ishlashga ajoyib saytlardan bittasini obzor qilib beraman. Bu sayt orqali biz aytganimdek sarmoya ravishda Dogecoinlarni ishlab olishimiz mumkin bo'ladi va keyinchalik buni albatta chiqarib o'zbek so'miga chiqarib olsa ham bo'ladi, ya'ni aylantirib olsa ham bo'ladi. Buning uchun bizga mana shu Dogecoin degan sayt kerak bo'ladi. Bu sayt silkasini video kommentariyada va video opisiyatsida topsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa mana shu Telegram kanalimda albatta silkasi bo'ladi. O'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. Va albatta Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'p narsalardan boxabar bo'lib turasizlar. Qaysi saytdan bu chiqarsam, screenshotlari, hamma narsa mana shu Telegram kanalimda bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Silkasi video kommentariyada va video opisiyatsida bo'ladi. Xo'p, saytga o'tasizlar. Sayt silkasini o'tgandan keyin sayt bu yerda o'zi haqida ma'lumotlar berib qo'ygan. Buni o'zingizlar ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ro'yxat ochish uchun do'stlar mana bu yerda sign up mavjud. Sign upni bosamiz va mana shu joydan to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Birinchisiga username yozasizlar. Username misol mani kanalim nomi, mani web yozaman. Emailga o'zingizlarning Google akkauntingizni yozasizlar. 3 va 4-yo'lakka bir xil parol yozasizlar. Keyin mana bu kapchani ustiga bosamiz va mana shu narsani to'g'ri bajarishimiz kerak bo'ladi. Har kimda har xil kapcha chiqadi, albatta buni to'g'ri bajarib create an account deb bosamiz do'stlar. Xo'p, mana saytga kirib oldik. Saytimizning ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Bu telefonda ham bir xil sayt hisoblanadi, kompyuterda ham bir xil sayt hisoblanadi. Xo'p, bu yerda eng asosiy, ya'ni pul ishlash yo'li bizda faucet do'stlar. Har soatda bizni barobar aylantirishimiz mumkin va aylantirganimizda qaysidir raqam, ya'ni qaysidir bo'lim tushadigan bo'lsa, o'sha bo'limdagi Dogecoinlarni hisobimizga olamiz albatta. Buning uchun do'stlar mana bu yerda spin mavjud yoki bo'lmasa mana bu yerda free doge. Mana shu ikkalasidan bittasiga bosamiz. Spinni bosamiz misol uchun va bu yerda kapchani teramiz va bu yerda kapchani to'g'ri bajarishimiz kerak. Albatta, kapchani bajargandan keyin free spinni bosadigan bo'lsak, bizga mana asosan mana shu beriladi va bizning sababimiz buning uchun biz ayron, ya'ni ikkinchi levaldamiz. Ya'ni levelga qarab berar ekan do'stlar. Men uzr adashman video boshida aytganimda. Xo'p, mana hozir ikkinchi levelga chiqqanman. O'shancha menga 0 doge'dan beradi har soatda. Buni olsam bo'ladi. Qanchalik siz levelingizni ko'tarsangiz, misol endi masterga kelish juda ham qiyin. Misol platinumga ketsangiz, har soatda biz 1 Dogecoin'dan olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Dogecoin narxini ham hozir video davomida ko'rib o'tamiz. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, Dogecoin narxi ham yozilib turibdi ekan. Mana 0.18 dollar ekan do'stlar, 1 Dogecoin narxi. Bu taxminan o'zbek so'mida 2,5 so'm atrofida bo'ladi. Va bu narsa siz videoni ko'rayotgan paytda o'zgargan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, level ko'tarish uchun do'stlar biz mana shu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta o'yin mavjud ekan do'stlar. Ya'ni spindan boshqa mana shu 5 ta o'yinni o'ynashimiz kerak bo'ladi. Mana shu balansimiz bilan 5 ta o'yinni o'ynaymiz. Mana shu o'yinlarni yutqizsak ham bizani level uchun mana bu yerdagi mana shu foiz ko'tarilib boraveradi do'stlar. Mana shu foiz qanchalik ko'tarilib mana shu 100% bo'lganda biz keyingi levelga o'tamiz. Level bo'lib o'tadigan bo'lsak, mana hammasini yozib qo'ygan. Ya'ni bu yerda aytib qo'ygan, ya'ni biz ikkinchi levelga o'tishimiz uchun bu saytda 50 Dogecoin oborot qilishimiz kerak bo'ladi. 3-levelga o'tish uchun 500 Dogecoin, 4-levelga o'tish uchun 5000 va hokazo ketaveradi. Mana shu o'yinlarni o'ynashimiz kerak bo'ladi xullas. Sayt silkasi video kommentariyada, video opisiyatsida bo'ladi. Ro'yxatda o'tasizlar, xullas mana shunaqa qilib faucetlarni har soatda olib yig'ib kelasizlar va mana shu o'yinlarni o'ynab levelingizni ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta aytib o'tay, saytda ro'yxatda o'tgandan keyin siz emailingizni verifikatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun sizda ro'yxatda o'tgandan keyin mana bu ekranda mana shu joyda yozib turadi. Emailingizni verifikatsiya qiling degan yozuv chiqadi yoki bo'lmasam mana bu joydan settings bo'limiga kirib, settings bo'limiga kirishingiz bilan sizning emailingiz yozilib turadi. O'sha yerda verify emailni bosgan holatda emailingizni verifikatsiya qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Va bu yerda endi saytda yana boshqa bo'limlarni tanishtirib o'taman. Bu yerda bizda affiliate mavjud, ya'ni referral bo'limi. Saytga referral chaqirib, referallar ham qanchadir Dogecoinlar ishlashi mumkin. Ya'ni sayt o'zi bu narsani beradi sizga, saytga referral chaqirganingiz uchun. Silkangizni kopirovat qilasizlar va bemalol saytga odam chaqirsanglar bo'ladi. Menda 20 ta odam bor ekan, 20 ta referral chaqirilgan va uni ham menimcha 2-3 tasi aktiv bo'lsa kerak. Va umumiy hisobda 1,5 Dogecoin mana shu 20 referaldan kelgan ekan do'stlar. To'g'ri kam, lekin referaldan ham biroz daromad qilsa bo'ladi. Xo'p, bizda keyingi bo'lim bu yerda pul chiqarish bo'limi, payoutsga o'tadigan bo'lsak, bu yerda saytdan pul chiqarayotganlarni ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Misol 19 dollar, 3 dollar, 7 dollar, xullas mana shunaqa saytdan pul chiqarayotganlarni ko'rsatib bergan. Endi pul chiqarishga keladigan bo'lsak, bu yerda mana balansimizning yonimizda qizil hamyonni belgisi mavjud. O'shaning ustiga bosamiz va bu yerda depozit bo'limi mavjud. Ya'ni saytga pul solish uchun Dogecoin adres berib qo'ygan yoki bo'lmasam pul chiqarish uchun mavjud. Bu Wizard'ga o'tamiz va bu yerga Dogecoin adres olib kelib qo'yamiz. Xohlasak Payrdan, xohlasak Faucet Pay, xohlasak Bitget yoki boshqa bir birjalardan olib kelib qo'ysangiz ham bo'ladi.
va mana bu joyga qancha chiqarmoqchi bo'lsangiz o'shani yozasizlar. Bu yerda minimalka do'stlar 15 Dogecoin'ni tashkil qiladi. Ya'ni sizni hisobingizda kamida 16 Dogecoin bo'lganda chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi bu saytdan. Sayt 100% to'lab beradi. Sayt juda ham yaxshi sayt hisoblanadi. Bemalol ishlanib, mana shu o'yinlarni o'ynab, akkaunt levelingizni ko'tarib, saytdan sarmoya o'stishingiz mumkin do'stlar. Mana bu profil rasmi ustiga bosgan holatda sal bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yerda boshqa bo'limlar ham mavjud. Bemalol buni o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xullas, bu videomizda mana shu sayt haqida edi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bundan da zo'r, ajoyib saytlar hali oldinda videoroliklari chiqib bo'ladi albatta. Bemalol mana shu sayt men ko'rsatgan proyektlar orqali sarmoya ravishda kichik summalarni ishlab borishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hammaga rahmat. Albatta kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar. Keyingi videolar uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying.